$160 ming dollarga 3 sotuvli 6 ta xonasi bor, 4 ta sanuzuli bor xonadonni obzor qilib ko'rsataman. Adresni ham sirraz aytib ketaman. Nazarbek postdan 2 kilometr kirganda, Notarius ko'chadan shundoq kelganingizda, mana katta ko'chadan ozgina kirilganda mana mash xonadonimizda sotuvga chiqyapti. Narxi $160 ming bo'ldi. 3 sotuvli bo'ldi, 6 ta xona. Orqa hovlilari ham bor ekan. Patkulich qilib, chotki qilib bitirib qo'yishdi. Shu xonadonni obzor qilib ko'rsatamiz. Zeleniy zonasi bor. Mana xonadonimizning fasad qismini ko'ryapsizlar. Bu yoqda mashina qo'yishga joy bor bitta. Bemalol mashinalarni olib kirib joylab qo'ysanglar bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Xonadonimizga kiramiz. Bismillah. Mana shunaqa xo'l kutib oladi. Ikkinchi etajga chiqish qismi. Общий kvadrati 125 kvadrat podval, 125 kvadrat birinchi etaj, 125 kvadrat ikkinchi etaj ekan. Bu zali bo'lyapti, zalini ko'ryapsizlar, juda ham katta, xonalar kichkina bo'lib qolmagan. Chotki tushgan, katta bo'lib tushgan xonalari. Xo'p, bu yoq tarafda mana ko'ryapsizlar, podvalga tushish qismi, podvalni ham bitta aylanib chiqamiz. Xo'p, bu yoqda oshxonamiz. Oshxona ham kichkina emas, kattagina. Mazza qilib ovqatlarni pishirib yashab olsa bo'ladigan xonadon, xudo xolisa. Bu yoqda bitta umumiy sanuzul ekan. Hammasini sifatli narsalar bilan bitirib qo'yishibdi. Xo'p, bu yoq tarafda bitta yotoqxona o'zini sanuzuli bilan birga. Xo'p, bu yoq tarafda mana sanuzuli, xudo xolisa, yaxshi sifatli qilib bitirib qo'yishgan. Xo'p, orqa hovlini qaranglar, orqa hovlini. Gap bo'lishi mumkin emas, juda ham chiroyli qilib qo'yilibdi. Zeleniy zonada bor. Hamma narsa chiroyli, rashin ham qilib qo'yilgan xonadon. Hop, endi sizlar bilan podval qismiga bitta aylanib chiqamiz. Podval qismlarini ham ko'ramiz. Mana bu yoq tarafdan ko'rinishi. Xo'p, podvalga tushamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu xonadonni olib mazza qilib yashayveradigan xonadon. Xudo xolisa inshaalloh puliga 100% arziydigan xonadon deb ayta olmayman. Ulgurganlar ulgurib qoldi, ulgurmaganlar xudo xolisa boshqasi nasib qilib qolar. Bu yoqda mana xonadonimizning yurak qismi bo'ladi. Hamma sistemalarni qilib qo'yilgan, mana mashinaga joylab qo'yilgan. Podvali sal bo'yi pastroq ekan u, lekin zo'r. Seyli bo'lyapti-da. Betlarni ham polni bitirib qo'yishibdi. Xo'p, endi sizlar bilan ikkinchi etajni bitta ko'rib chiqamiz. Ikkinchi etajga xudo xolisa yo'l oldik. Xudo xolisa sifatiga kafolat beriladi. Xudo xolisa inshaalloh zo'r. Mana bu hol qismi. Ikkinchi etajga chiqish. Namzinalarga ham bitta baho beringlar. Xonadonimizga yoqqan bo'lsa, like bosish esdan chiqmasin. Xo'p, ikkinchi etajga chiqqanimizda mana birinchi bo'lib bu xona, masalan, bolalar uchun bitta yotoqxona deylik. Bu balkon qismi. Bu yoqdan shu mana 8-maktabni old ro'parasi bilan tushib kelinsa bo'ladi. Taniydiganlar hamma taniydi. Maktab, bog'cha, masjid. Masjid vaqti yaqin masjid ham. Lokatsiya vaqti zo'r bo'ldi. Xudo xolisa bitta gaz suv svetdan muammo yo'q. Xo'p, bunisi yana bitta xonamizga bordi. Masalan, zalmi nimadir qorsa bo'ladi yoki yotoqxona qorsa bo'ladi. Xo'p, ikkinchi etajni hol qismi. Xo'p, bu yoq tarafda yana bitta xona bor. Xo'p, bu yoqda umumiy sanuzul bordi. Ko'rasizlar, hamma narsa sifatli, yaxshi narsalardan ishlatib qo'yilgan. Mana eshiklar ham yaxshilardan qo'yilgan ekan. Bo'ylab qo'yilgan, tepalarini adnatonli qilib bo'yab qo'yilgan ekan. Xudo xolisa xonadonimizda juda ham chiroyli. Bu ikkinchi etajdagi ikkinchi sanuzulimiz bordi. Pastda ikkita sanuzul bo'ldi, ikkinchi etajda ikkita sanuzul bo'ldi. Shu xonadonimizda hop ko'rdinglar, hamma yo'g'ini ko'rsatdim. Xudo xolisa kvadraturalarni aytdim. Har bir etaj 125 kvadratdan narxi $160 ming bo'lyapti. Yana xudo xolisa nomer qoldiramiz. Telefon qilasizlar, bemalol kelib ko'rib, yana egalari bilan talashib, tortishib, xudo xolisa savdosini
hosil bo'ladi. Qo'ldan kelgancha yana kelishtirib beramiz deyishyapti. Lekin lokatsiyaga narx vasha zo'r. Xudo xolasa inshaalloh ichida yurimizni bilyapmiz. Narxi vasha zo'r narxlarda bo'ldi. Sirazi kelib ulgurib bosib yuboradigan joyi kimgadir shu xonadonimizga ma'qul bo'lsa. Xudo xolasa reklama uchun nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqaveringlar, chiroyli qilib, obzorlar qilib, reklama xizmatlarini ham qilib beramiz inshaalloh. Mana shunaqa xonadonlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yaveringlar. Xudo xolasa bir kun emas bir kun foydasi tegib qoladi inshaalloh. Ja bo'lmagan taqdirda bizga ozgina bo'lsa ham paddeshka bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, shu xonadonga ulgurib qolinglar. Hammaga rahmat.